Bobojaga. Hamma joy bir xil. Hamma joy bir xil mana. Bu piyozni bori, keyin vesini ham ko'ring-da buni, vesini. Piyozni ves bo'ladi piyozda. Buni vesi boshqacha ves. Hozir mana nar tomonda bolalar 20 kilolik setka vaqtgan setka. O'shani setkalayapti 23 kilo chiqyapti. Mana bunda biz o'sha setka, mana shuni setkalayapmiz 25-26 kilo chiqyapti. Bitta setkada 20 kilo setkada 3 kilo raznica qilyapti. 200 gram emas, 250 gram. O deta, ana shunda. Bitta setkadan 2 kilo, 3 kilo raznica qilyapti. Mana shu holatiga. Bilmayman endi, qaysi tomonlama bo'lmasam ular bundan ko'p suv ichgan. Bu 2 marta, 3 marta kam suv ichdi bu piyoz. Ularga qaraganda. Dorini ham kam yegan. Lekin mana vesi kelgan paytda vesi setkada ham libojeda og'ir kilogrammi. Chempionga haqida nima deymiz yana aka? Chempionlarga haqida mana dehqonlarga tavsiya qilamiz. Mana shu chempionni ekishga mana shunaqa qilib, agar dori bersalar eng kichkina shunaqa qilib qoladi. Dori bermasang mana shunaqa bo'ladi holat. Dori bersang bundan ham eng kichkina shunday bo'ladi, keyin sotolmay yuraverasizlarga katta bo'lib ketsa. Chempion zo'r, haqiqiy chempion, o'zi bilan chempionda. Alloh baraka bersin, fayz bersin. Gapi yo'q lekin mana. Mumkin emas. Chempion urug'larimiz Jizzaxda. Qo'lingiz bilan ham ko'chiramiz buni po'chog'ini, ha? Bunday archilik kimda agolini qilaman deysiz-ku, yo'q-da mana. Haligi dehqonlarimiz aytardi, biz Jizzaxda agalonini suymaydi, agaloni bo'lib qolmaydimi deb turib aytishardi. Mana chempion olishadi, nasib bo'lsa 2025-yil. Urug'da zo'ri bo'lsa, agalonini umuman unutishadi. shunday. Ya bo'lishi mumkin emas. Alloh fayz bersin, baraka bersin.